programmani Cumhur Go'shma xabarlashchi Shinjan sho'riki alayda talab qilgan. Mamsa. Ta'sirlik bilvol muzika mungsiz to'rg'i chiqish. Hammani birlikda avjiga chiqaraydi. Jumhur ko'chma aloqasi kuchur mutaxassisi. Qadrli ko'rman do'stlar, xalqimizning muqamchilik san'at taraqqiyot tarixi va uni avlod-avlod beyitib mukammallashtirib, zamonimizga yetkazgan Turdoxun aka qatorliq san'at peshvolarining hayoti va shuhratlik amgigi yozuvchi G'ayrat Abdulla apandining Tavarik nomli romanida tarixiy badiiy kamolini topgan. Bugungi suhbatimizga biz oliy muxbir, yozuvchi, adabiy tarjimon G'ayrat Abdulla apandi, dаңlıq obzorchi, tadqiqotchi Muhammad Po'lat apandi, Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyatining bosh muharriri, oliy muharrir Abduz Qayum apandilarni taklif qildik. Sizlar sizning qalbingizni zaratlab, qo'lingizga qalam oldirgan kuch zoti nada? Mushundaq ikki aslilik sabab bo'lgan. Eng oxiri muvaffaqiyatli biz jamoatga topshirdik. Qadrli ko'rman do'stlar, biz suhbatimizga rasmiy kirishdan burun Tavarik nomli romanninki kirishmisidagi bir qism mazmunlarni o'qib ko'raylik. Zamonlardan buyon bizning xalqimizmi har xil aqidalarda bo'lib, har xil dinlarga e'tiqod qildi. Lekin ularni almashtirib turdi. Yangi e'tiqodga chaplashganda burunqilardan soqindi hisobida qisman yo'sin odatlarni saqlab qolgandan boshqa ilgirki aqidalardan voz kechdi. Har xil yeziqlarni qo'llandi, lekin yangilarni qabul qilganda burunqilarni tark etdi. Hatto ularni saqlabmi qo'ymadi. Har xil ism familiya, nom-nasab yo'sinlarini odat qildi, lekin yengillariga ko'chganda ko'nillarni tashlab etdi. Nurg'un kiyim-kechak, egin shakllarni ishlatdi, lekin yengillarini qabul qilganda ko'nillarni unutdi. Ammo bizning xalqimiz har zamon, har qanday makonda bir narsadan, ya'ni o'zining naqsh usul muzikasidan, jumladan o'zining muqam san'atidan ayrilmadi. Balki san'atni bo'libmi, o'yinchi muqamni o'z milliy ro'yitning qo'rg'ini sifatida qo'llaydi. O'ziga xos milliy xarakterining inkosi sifatida quvvatladi. Eng ichki ma'naviy dunyosining izhori sifatida azizladi. Uzoq tarixiy madaniyat an'anasining umid sifatida asirdi. Üzülmez ijodiy iqtidorining namoyishi sifatida qadrladi. Fojialik taqdirning bo'ron chopqullari har qancha shafqatsiz bo'lsa-mu, hayotlik musofisining mushaqqatli safari qancha kulfatli bo'lsa-mu, nahun zahmak kamolchilari bilan o'z xalqlarini unditib, u orqali o'zining qalb sadosini yangratdi va uni o'z mavjudligining muzikalik signali sifatida zinhor uzib qo'ymadi. Balki uni o'zining yashash iqtidori, tafakkur javiri, or nomusi, g'urur vijdonini bir-biriga chatadigan jon rishtisi sifatida davomlashtirib keldi. Yuqorida qur'on o'qiyotgan vaqtimizning o'zida bizningki qalbimiz haqiqatan larzi keladi ekan, choy qiladi ekan. G'ayratga muqamchilik san'atiga bo'lgan o'tliq aqida va yolqinlik muhabbati bilan zamonlardan buyon san'at peshvolarimizning mushu muqam san'atiga bo'lgan an'anasini joriy qildirib, mushu xalqimizningki qimmatli madaniy merosi bo'lgan 12 muqamni zamonimizgacha yetkazib kelgan Turdoxun akaninki hayot kechmishlari asosiy liniya qilingan mushundaq bir zo'r ham ahamiyatli bir temada sizning qalbingizni zaratlab, qo'lingizga qalam oldirgan kuch zoti nada? Bunga men mundaq bir ikki aslilik orqali bir javob berayman. 2005-yili atyoz mazgillari bo'lsa kerak, men bir hukumat ishi bilan Abdumalik xalq qurultiyi doimiy komitetiga berib, ish bitgandan keyin shu yerda ishlaydigan Sulton Mahmud ismli bir birodar akamiz bilan shu
şu Abdurrahman Xalq Qurultayı Komitetining müdiri bo'lib ishlayotgan Abdurrahman akini bir yo'qlab o'tayli deb ishxonasiga kirdik. Abdurrahman aytdiki, bizda o'tmishni unutish osiylik. Suv ichgan chig'ingda quduq qazg'inni unutma degan gaplar bor. Hozir 12 muqomimiz guzilib, uningdan nurg'un yangi narsalar ijod bo'lib, nurg'un ishlar bo'ldi. Lekin biz 12 muqomni u zamondan bu zamonga yetkazib Turdaxun akini unutib qo'yamiz. Sen ukam qo'lingdan azroq yezishlik kelgandikin Turdaxun akining hayotini va uning shu cho'pisini bir aksar turgan bir nima yezib baqsan qandoq dedi. Endi Turdaxun aka demaklik 12 muqom demaklik. Bu 12 muqom mening nazarimda nayt buyuk chima. Men buni darrov jur'at qilolmadim. Men buni qanday qilishim kerak deb o'ylanib yurib, yeni bir mundaq bir asrlik isimga tushdi. Ya'ni 1985-yildan 1987-yilgacha men Beijingda Markaziy partiya maktabida 2 yil o'qidim. Endi biz Beijingda 2 yil o'quvchi bo'lgandan keyin Beijingdagi cho'nglarni, masalan, shu vaqtda Seyfettin Efendi, Seyfetiniz. Bunda çoğlarını heyet bayramlarda bulup heyetlarda heyetlab yo'qlaymiz endi. Keyin bir ish qitin bag'andikin saat konuştuk. Bu paranglish jarayonida o'zimizning oxiri 12 muqomga ketdik. 1920-yillarning boshlarida Seyfettinning 10 yoshlarga kirgan vaqt ekan, Talhag'un bayning uyida bir mehmon bo'lgan vaqtda birinchi qitim ko'rishgan. Turdaxun akini. Ikkinchi qitim 48-yili Xotan sanat ömrüge terkibide Turdaxun ikam asrar ketdi. Turdaxun muqam degan adam bugün aş ko'rakda muqam o'rinlaydi ekan degandikin bu adam qishintazab berib, shu sanada bu Turdaxun ikamning muqamini bir muqamdan parcha o'rinlashini anglagandikin endi kichigida ko'rgan Turdaxun ikam shu. Shundan shu ko'rak oxirlashgan kun Turdaxun ikamni ep qilib, Abdullah Aziz aksining uyda akşam kişiler 12 muqamның hammasini tutup anlap çıkıyor. Azatlıktan killa bizim merkezki bağı aldı ki orada zonluyla sözüşür. Beijing'den maksud vakti Uygurlardan not yazışını bildiğin adam olmagan diken. Ben ton şu Lianshao mi diye adamını zonluyla yoluyla bu için bu arkalık Şinjan'a ekeldirip andikin Turdaxun ikamni çoğ oğlu Huşraxun bilen Qasımcan qambiri orqali izlab topqizib, o'dan birin Yasin Xudoylar degan odamni mas'ul qilib, bir ko'rib qurib, uni birinchi qitimda arshidni tatbiqni qatib qilib, Vantun shu bilan Turdaxun ikam o'tirisda Abdukarim Xo'jayevni tarjimon qilib, bularni uyushtirib birinchi qitimni qizimcha qilish mag'lub bo'lgandan keyin 54-yil andikin armiyada molla nimsi tipchinikam tipchayli yo'q. Andi Erşin Tatlak, Abdukarim Xo'jayev, Vantun şu an notini yazdı. Ayali ünalgını başkurdu. Andikin bunun meşrep ve dastan kısımlarını bildi okup bilişke Huzudun Abdülhamid Carlayıp akılan Roz'dan bir akine çağırıp bir grup teşkillep 13 gün kalmışlar kutkuzu ve jariyan doğrusunda hikaye söylüyor. Ama Abdurrahman'ın heliki bu eserini yazış dalalar kılış bilen Seyfettin Efendi'nin bir mansudap pegan asliligini ben ikisini yugurup en deslapta bu kitabı yazış. Bunda roman, bunda çok acımlık eser yazış kağıdım yok. Fakat Turdaxun akının kısaca hayat sergüzeşçisi yazıp gidip bu 12 muqamni Azat'ın kim partiye hükümet ve rehberlikte Seyfettin Aziz'i Efendinin konkret mesul buluşu bilen bu şimdi kandak kuzuk kakalık biz jarayanına bir ifadelep verdiğen bir çoğrak uçurik mi o? Ya komusa bir biyografik kısmı mı? Bir küçük izimlik. Muş mezmununa ifadelep verdiğen bir nimeyiz razısı gelip Abdülhamid'in ettim şu bir iş başlap bunu kazam kırgız boğan dedim. Aturmuş ürünüş başladım. Bu kitabın yazılışıga muşundak iki küçük eslilik sebep olur. Abdülhamid'e
Təvərik romanı nəşr qılınışdan burun Abdunur rayonimiz təvəssüki nopuzluq mütəxəssislər nicam qılıb şu romanını əstayil inçikə tədqiq qilish və muhakimə qilishni o'tkazibsizlardi. Əslab baxsınız şu vaqtdagi muhokama yig'inida mutaxassislarning şu romanға bergan bahasi qanday bo'lgan? Yani kim deşledi bunu bir ay atrafında okup körüp ekip bu Təvərrük degan nam bilan yazılgan bu eserini hakikaten bir mühim eser, tarihi eser. Andikin real ahmiyetini çoğunluğunu bölüp bu vazifene ait eğirken hem şerefken muşun ölçüsün çıkış bu yaşlar neşret için bir çoğun bir iş olarak deb oyladık. Şu vaktin özünde bir aydan keyin endin şu Abdurrahimimizden köz körülgen mutaxassislardan İmin Ahmet akam, Hoca abla akam, Mehmet Polat akam şunda bir dairde bir 10 yakın mutaxassis çağırıp biz yaşlar neşriyatının biraz bir yığın açtık. Yığın məxsus muşu kitabını, muşu romanı qanday qılsaq, texim yaxşı cəmaatçılık tapşırış, qanday qılsaq bir yoruq obdan çıxırış toğrusida muhakimləşdik. Ana keyin yığın qatnaşqan mutaxassislərdə nurg'ulgan talaşlar, nurg'ulgan fikirlər düşdü. En ahırdaki yığın çağlığında bizge nispetten bunda bir iki türlük talepne oturup koyuldu. Birisi, bu kitap hakikaten yaxşı yazılıptı. Bu kitap Abdurrahimimizin bir orada toldurduğun şu makam cihetki boşluğunu toldurduğun bir yaxşı eserken bu kalsa Şinjan Yaşlar Ösmer Nesriyatı bunu en tez surette çıkarsa diyen bir talep. Yani birisi süptünü en yaxşı süpet bilendirişip baksa diye iki tarafına koydu. Koygan ekin bu qatimki şu yığınның ilhamı Türkçesi aslında biz yaşlar Ösmer Nesriyat'taki tahrir muhar yoldaşlar özümüz mü ayrım yığın açtık. Şu günden başlap biz bunu idaremizdeki şu Nesriyat kılımız dağıtkan kitaplarının arasındaki bir nokta kitap katarıda muamele kıldığanga onun üstüge kademi tizildiğanga şunu tutuş kıldık. Biz Abdurrahim tematik planını biz Nesriyatlar ağan ekin bunu Akbarat Neşriyat İdarası yollayımız, yok oradan teslim geldi. Bunun gibi bir neçe ay vakit gidiyor. İkincisi, biz endin bu tertipçiyetin basımız ağıtlarının aldığını okuş gerek, bunun kanda kağıt işliş gerek, müşahidli tepsili işlerini ait köp. Makal kegeyken bu bir endin makalı bir eser, onu bir yakşı kitap çıkırış için aldı bilen mesela tahrirle, maharille obdan işliş gerek, onun ressam makal obdan layıl iş gerek. Yani bazı zaman bunun çokum yaxşı kağıdını işiltip bunu yaxşı bes gerek. Top doğru 5 ay içinde bu kitabın asas ettin. Orundap en ahire muvaffakiyetlik bu cemaat kitap sürdük. Obzor yezişqa qiziq bo'lgan omil qanday qoldi? Köp vallahi kitapdan tushmagan natijali ahirlashdi. Şu bular bilan paranglish orqali Tudaqini kamni 6 avlod nasab tarixiga bo'ldi. Muhammad Polat aka siz endi shu obzorchilarning ichida tunji bo'lib Muşu roman hakkında tarihi, biyografik roman icadiyetine muvaffakiyet çıkan yeni bedi izleniş namlıq bir obzorunu yazıp ilan kıldınız. Şimdi bu toplamınızga kirgizilipti bu toplam. Hem sizni muşu eserge obzor yazışqa kızıq tuğan amil qanday qamil? Mening qarashimcha 12 muqam Muşu halkımızın milli ruhuyla milli eninin tavlangan cevri. Мәңгі tekrarlığı ve kayıt yaratkılı bulmaydıgan mukaddes manevi baylığı. O ende benim bilişimçe emde 2690 mısra klasik şiir 260 ayrım ve müstakil köy ağından tüzülgen büyük sanat kamusu. Endi muqam ustaz Tudaqnikam mushundaq boy va murakkab san'at mirosimizni o'z qalbidagi pok saqlab, asli holati bo'yicha davrimizga yetkazdi. Meningcha bu endi mangulik yig'ilgan buyuk tarixiy tuhfa. Endi kishini afsuslantirdigani shuki, bizning adabiyotimizda mushundaq bir qudrat, talant egasi bo'lgan oddiy bir buyuk odam to'g'risida oddiy bir asrmi yozilmadi. Bizning yozuvchimiz G'ayrat Abdulla cho'ng ijodiy g'ayrat kelib o'zining Təvərrük nomli tarixiy biografik romanda bu temani keng badiiy saviyada aks ettirib Tudaqnikamning
büyük tarixiy töhfasiga yorqin badiiy obid tikildi. Endi men romanni qo'lga olgandan keyin 2,5 kun ichida o'qib tugatdim. Bu endi meni qiziqtirganligini tushuntirdi. Roman nayt yirik asar bu endi. Undan keyin o'qib chiqqandan keyin menda bir ajoyib bir ta'sirot qoldi. Birisi roman mazmun va badiiy tarafdan nayt pishqishanganligini his qildim. Buni alqi bir nechta tarafdan sharhiga bo'ldi. Birinchisi romanning zaman, makan nayt aniq, davr nayt quyuq. Har qanday odam o'qigan vaqtda shu davrning ichiga kirgandek his qildi. Romanning badiiy sahnasi ayni yillardagi qadimiy Qashqarning real ijtimoiy hayoti. Yana birisi romandagi personajlar xarakteri nayt ro'shan. Faqat 100 yil ta'alluq bo'lgan xoslik ega. Bu romanda dehqon bor, o'lima bor, shoir bor, olim bor, amaldor bor, Gundupay bor, mudarris talib bor. Hammasining shu hayot yo'lidan paydo bo'lgan xarakteri bir-birisidan tutun farq qildi. Kitobxon bular mutlaq bir-birisiga aralashib qo'ymaydi. Yana birisi mushlarning xarakter o'zgarishisining shu alaytligi shunday darajada ro'shan bo'lganki, bularning o'rniga bir-birisini mutlaq dastlab kelmaydi. Bu yozuvchining olganda nihoyatda muhim taraf. Yana bir alaytligi romanning badiiy qurilmasi aytib mukammal. Cho'ng ko'rinishdan o'ziga olgan bo'lsa, buni shu ajoyib moyirlik bilan bir-birisiga bog'lagan. Undagi roman voqealiklarning o'zi jiddiy nihoyat qiziqarli bo'lib, nihoyat ko'p hollarda kitobxon kutilmagan natijaga oxirlashadi. Bu romanda bunda ikki xil alaylik bor ekan. Asli Tudoqnikamning hayotini shu real hayot ko'rinishi orqali aks ettirsin bo'ldi. Lekin avtor Tudoqnikamning san'at faoliyatini Uyg'ur muzik tarixining yiroq manzarasi bilan bog'lagan. Muqam ustozlari Qidirxon Amanning Saqallar davriga kitobxonni boshlab kirgan. Bu bir tarafdan olganda Tudoqnikamning obrazini yuksak pallaga an'anaviy doira qaytarishdan boshqa romanni cho'ng bilish qiymatiga ega qilgan. Yana birisi romanda endi shu odamning aqlini beyitadigan, tafakkurini qo'zg'aydigan, hayot va dunyo haqidagi tushunchisini cho'nqurlashtiradigan, nihoyatda hikmatga to'yingan badiiy falsafiy muhokamalar bor. Mushu yuqorqi narsaning o'zi men romanning menga bo'lgan ta'sirining yadrosini bekitdi. Mush yuqorqi ikki omil mening shu roman haqida o'zimning olgan kitobxonlik ta'sirotlarimdan bir maqola shaklida aks ettirib kitobxonlar bilan o'rtoqlashib beqish irodasiga keltirdi. Men shu tafsilotlar orqali bu romanni obzor yozishni tanlab oldim. Shaxsan men bir o'qirman bo'lish kutilmaganimda mush asarni o'qib, shuni men nurg'un tarixiy uchurlarga ega bo'ldim desam bo'ladi. Undaqda g'ayratga siz mush romanni yozishdan burun mush romandagi voqeaga kishilarningki hayotiga munosabatli bo'lgan joylarga beribsiz. Masalan, Yakan, Yengsa, Qog'liq, Qashqa, Ili, hatto Shomin, Shiyallargacha berib, ayni vaqtdagi mush tarixiy uchurlarni aslab beralaydigan pishqadam kishilar bilan didoriy muloqotda, ziyorat suhbatda bo'libsiz endi. Undan mush kishilarningki va siz to'plagan materiallarning mush romanni yozib chiqishingizga ko'rsatgan afzalligi roli nima bo'ldi g'ayratda? Men mush joylarda ba'zan oilalarda 15-20 kun, ba'zan oilalarda hatto 10 kun bir 3 oyga yaqin vaqt aylanib shu Tudoqnikamning shu tug'an mangan izlarini qo'g'lab, shuning o'z hayot vaqtida bizni o'tgan birodar bo'lgan konu zamondoshlari, ilfatdoshlarini hayot qolganlarini izlab tepib, bir iz qo'g'lab 60-70 tak odam bilan paraqlashdim. Bularning ichida menga bir omadlik bo'lib uchrag'ini birisi shu Yenisada 30-yillarda shu ta'minlash savdo tarmoqlarida ishlab, keyin shu Yenisa sanoat nafsda mataylab
qilgan bir Mo'ydin aka deydigan bir huquqliq bir odam. Shu men ko'rishgan mazgillari shu 2006-yillari 82 yoshga kirib chiqqan bu odam. Bu Tudaxun akamning shu balliq davrlaridan tortib shu nechiqatim shu Qashqarga borgan vaqtim shu ma'bidi bilib berib kelib nurg'un hikoya sarguzashtlarini olgan bir shaxsdir. İkinci birisi bu şu Qağılıq tuğa vaqtında Tudaxun akamning cho'ng o'g'li Qağılıqda bilgan. Cho'ng o'g'li Uşraqun dab 13 muqamli Lintiq olgandim shu odam dab ketmagan. Shu Uşraqun deganning cho'ng o'g'li Abdurishxon ustam bu. Ustam deyishimiz sebep bu mashin kuchlik bilan ömrünü o'tkazgan odam ekan. Shu Abdurishxon ustam bilan suhbat. Tasaddubi. Üçüncüsü bu Yakende bo'lgan mazgillarimda Abduqodir Davud deydigan tarixni yaxshi biladigan bo'lib Saydiya xalqining keyingi davrlardagi har qaysi mazgillardagi har qaysi davrlardagi eng ushaq tafsilotlargacha bizning tariximizdan pichiq bo'lgan bir tarixchi odamlar. Men burun ko'rishgan 60-70 odam ichida mush 3 odamdan olgan ma'lumot va nima turmush o'yin jarayonida men erishgan materiallar ko'p bo'ldi. Bu material haysiyatning ko'p bo'ldi. Birisi men shu bular bilan parangiz orqali Tudaxun akamning 6 avlod nasab tarixiga oldim. Bu material erishgandan keyin ko'nglimda yeni bir xil armon tug'ildi. 5-6 oycha bikinib o'tirib, shu bizning muqomchilik tariximiz, muqomlarimiz, bizning san'atimizning paydo bo'lishi, uning taraqqiyot jarayoni ve müsne dair yazma materyalları arasına girip Cumhur'un, Çetel'in, Hazrullar'ın ve başka milletlerin bulup mu bizim Uygur alimlerimizden mesela Abdurrahim Şükür Efendi Akimez Abdüşkür Mehmet İmen İmen Tursun Aka Andrikin Abdüşkür Turde Ahmetcan Ahmedi bir yürüyüş bizim muqam tatbikatıyla şu anda Hanzullar'dan Cuciye Ventun şu Katarlak Musa'nın 12 muqam Çetel'den tercüme kılıngan Hanzulçı'ya tercüme kılıngan bulup 50-60'tek kitap ve zirgrak ilmi makallarını okup ben Seydiye Xalqı'nın burunki ahvallarıyla dönüştüm. Muhammadga asardan ait zo'r bir to'kin personajlar to'pi bor. Tudaxun aka obrazni gavdlantirib berishda, shu asardagi shuncha ko'p personajlarningki roli nima bo'lgan endi? Romanda tasvirlangan personajlarning o'zi har qanday bir o'rinda faoliyat bilan shug'ullansin yoki boshqa bir harakat birmidi bo'lsin, hammasi bir xil badiiy yo'l, bir xil badiiy tafakkur yo'l bilan avtorning qalami orqali Tudaxun akam bog'landi. Bu personajlarning o'zi Tudaxun akam bilan bo'lgan munosabat orqali Tudaxun akamning badiiy obrazini texnik yuksaklikka ko'tardi. Uning ma'naviy dunyosini texnik keng doirada ochdi. Romanda mana shunday bir ruh bor. Bu yerda shu odamlar bo'lgan konkret munosabat orqali Tudaxun akamning adolat, haqqoniyatni qadrlaydigan, buning uchun yuzini beg'ishchasi yanmaydigan ma'naviy dunyosi oshkorlandi. Endi jasoratlik yezi qizi Sipin bilan bo'lgan muhabbati va shu doiradagi kishilar bilan bo'lgan aloqasida Tudaxun akamning muhabbat, vafo, tuluq, pok oliyjanob qalbi ochildi. Demak, bu romanda tasvirlangan qo'shimcha personajlarning roli Tudaxun akamning obrazini yuksaklikka ko'tarish va uning ma'naviy dunyosini texnik nurlantirish uchun xizmat qilgan. Bu ijtimoiy ilmi hozirgacha biz chiqayotgan kitoblarimizda eng oldin egalladi deb qarash bo'ladi. Tavarruk romani muqam san'atimizning keng murakkab tarixiy taraqqiyot jarayonini yo'rtishga bag'ishlangan lazimat asar. Texmi go'zal madaniyat yengini yaratishga ilhomlantirdi. Öz san'atimizning yildiziga sodiq bo'lish. Bizga anlasak Tavarruk nomli bu roman Davlat Millatlar ishlari komiteti mamlakatlik axborot nashriyot bosh mahkamasi tarafidan o'qirmanlarning o'qishiga tavsiya qilingan 100 mashhur kitob qatoriga kirgizilibdi.
Unda olganda mushu asarninki mushunaq shon-sharaflarga erishishi bilan asarninki badiiy ijtimoiy qimmat o'tirsida qanday bir bog'lanish bor. Bu bir nashriyat bir kitobni tematik bilan qo'ygan vaqtida eng oldin o'ylashadigan uning ijtimoiy qimmati bilan iqtisodiy qimmati. Andan keyin bu zot asar nodir asarim emas buni. Yozuvchi yozib ekanligi u qilganlarsa. Mening bu yerda demoqchiligim biz ijtimoiy qimmati bilan iqtisodiy qimmatini o'ylashgan ekanmiz. Cho'qim oshini sifatlik obdan chiqarib jamoatchining yaxshi alqishga erishtirish bu muhim. Hem Tevarik degan bu romanni misal alsak, bunun zodi ijtimoiy qimmati neydi? Bunun iqtisodiy qimmati neydi? Maya kelgan vaqtda biz Abdumurayim bo'yicha buning boshqa tashviqotni elib bormadik, lekin o'ldigidan bu kitob jamoatchilik bilan yurishgan ekan bizga baza topdi. Undan boshqa buning nashr qilishimi Abdumurayimlik hukumatdan madad berilgan edi. Endi Abdumurayimizda hammaga ma'lum Sharq Shamali qurilishi deymiz. Shundaqlıqqa yezi qiraatxonalar kitobchilik qurish deymiz, mana qurishlar bor. Bu kitob shu hukumat tarafidan shu yezi kitob qiraatxonalarga solingan kitob. Demak, keng o'qirmanlarimiz, yezi qishloqda o'qirmanlarimiz bu kitobdan xabar topdi, ham diskushdi deb hisoblaymiz. Bu bir cho'ng madad. Nashriyatlar chiqargan kitobni shu hukumatning setib olib, dehonlarimizga haqsiz bagish bu cho'ng ish. Bu bir partiya hukumatning g'amxo'rlik deb tushunsak bo'ladi. Butun mamlakatimiz bo'yicha 578 dak nashriyat bor. Bu har yili degan necha 10 minglab, necha 100 minglab kitoblar chiqadi. Shuncha olajaq kitobning ichidan mamlakat bo'yicha 100 kitobning qatoridan o'rin oldi deganlik bu biz uchun cho'ng sherak. Bu ijtimoiy ilmi hozirgacha biz chiqarayotgan kitoblarning ichida eng oldin egalladi deb qarash bo'ladi. Muhammad Po'latga Tevarik romani Muqam san'atimizning murakkab tarixiy taraqqiyot jarayonini yo'rtishga bag'ishlangan vazinoat ig'ir asar. Shunda qo'g'in ekan albatta asarning badiiy ijtimoiy qimmati turganligi. Boya Abduzgan bu vaqtda biroz tushunlarni berdi. Endi siz mush asarning badiiy ijtimoiy qimmatini konkretroq bir ta'liq qilgan bo'lsangiz. Bu Tevarik romanining ijtimoiy badiiy qimmati yalnız unda ikki tarafda esqil bo'lar ekan. Birinchi o'sha Tevarik romani davrimiz kishilarini muqomni qadrlashga, milliy madaniy meroslarimizni suyishga o'rgatadi. Ularning milliy iftiqorlik tuyg'usini urutib, umid va ishonch hissiyotini tavlab, ularning hayotini o'zgartirishga va texmi go'zal madaniyat yangilikni yaratishga ilhomlantirdi. Tevarik romani adabiyotimizda endi shakllanishga boshlagan biyografik roman ijodiyatining badiiy qiyomiga yetkazdi. Endi adabiyotimiz barliq kelgan bu yangi o'zgarish menimcha yozuvchilarimizning tariximizda o'tgan buyuk töhfkor shaxslarimizni dodli qalamga ilib, shu tarixiy biyografik roman ijodida texnik nodir asarlarni barliq keltirishga ilhomlantirdi. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mishat oxirlashdi. Xayr xo'sh, salomat bo'linglar. Ayollik qaytish, qalb devishi, o'zlikni tonish va kelajak qatorliq shu 3 kitobningki har qanday bir odam baxtli, xotirjam, xushal qur'on yashashni orzu qiladi. Baxtga erishishga to'g'ri yo'lga ketilsa, haqiqatan ijtimoiy qiyinchilik bo'ladi. O'qirmanlarga kichik jihatdan maslahatchi, yetakchi bo'lib qolar degan umidda Gulnor Tiyibning bu kuryoz kitobini nashr